Mana ikkinchi etajdan uy so'ragandinglar. 3 xonali, ikkinchi qavat, eshiklari ham yaxshi. Juda ham fayzli xonadon. Sizlarga topib qo'ydik. O'rtalikda joylashgan, tashqaridan lokatsiyani ham aytib o'tamiz. Mana birinchi xonasi spalni qoldiramiz deyishdi egalari. Ikkinchi xona koridori ham kattagina. Ikkinchi xona buni ham spalnisini qoldiraman dedilar. Mana balkonchasi bor. Akfa qilib o'ralgan. Derazalar akfa. Davom etamiz. Bu yerda sklad bor. Kattagina joy. Koridorda o'zi ham kattagina. Mana zal. Ikkinchi balkon naryoqda. Zalda sharoiti, remontlari yaxshi. Balkonda chiroyli qilib o'rab olishibdi balkonni ham. Davom etamiz. Mana eshiklarni ko'rishlaring mumkin. Ariston qo'yilgan, duh konturga uyda. Bu yer vanna. Bu yer oshxona. Mana shu kuxonli mebellarni qoldiraman deyishdi. Dud bo'ronlari bor. Gazlari bor, tayyor. Yashagani tayyor. Endi lokatsiyaga o'tamiz. Narxini aytaman. Narxi 25,5 ming. Narxi ham zo'r. Pashti 2 xonaning narxida. Bilasizlar, ikkinchi qavat qimmatroq yuradi. Qani ketdik lokatsiyaga. Shu ikkinchi qavatni qildik. Anchadan beri turamiz. Bizga atapleniya kerak bo'lmadi deyishdi-da, issiq ekan. Keyin mana hovli. Qaranglar. Deski plashatkalar bor. Mana shu domda orqasida bog'cha bor, maktab bor, 8-maktab yaqin betdagilar biladi. Telefon soat 4 dan keyin ko'tarishadi. Yana bir ma'lumot. Ishdalar. Eslicho savollaring bo'lsa, menga ham bersanglar bo'ladi. Men opchani taniyman. Kuzatishda davom etinglar. Arzon uylarda reklama qilishda davom etamiz.